Bu उनको अपने piramidalar हाथों से qanday उठाकर qurilgani एक haqidagi दूसरे asl के ऊपर haqiqat रखकर odamlar पहाड़ जैसे aytishadi. विशाल Buyuk पिरामिड Giza को बनाते piramidasi थे। आप atiga देख 20 सकते हैं yilda कि बड़े qurilgan. बड़े Bu esa वजनदार पत्थरों imkonsiz. और Hatto चट्टानों को zamonaviy कैसे वो लोग muhandislar रस्सियों से va बांधकर arxeologlar खींच ham कर shunday लाते थे। fikrda. प्राचीन काल में Sababi जब aniq. कोई एडवांस Piramida तकनीक और 2,5 इंजीनियर नहीं million थे, तो ohak tosh इजिप्ट के blokdan लोगों ने iborat. इतने Har बड़े biri बड़े taxminan जैसे 2,5 विशाल tonna. पिरामिड को कैसे Ular बनाया होगा? tonnadan क्या 800 आज के kilometr आपके uzoqlikdan olib आसपास के kelingan. इंसान और Bu ये New समाज Yorkdan मिलकर Atlantaga इजिप्ट के bo'lgan लोगों की masofa. तरह बिना O'sha किसी davrda एडवांस yuk तकनीक और mashinasi, इंजीनियर kran के yo'q विशाल zamonaviy पिरामिड asboblar बना yo'q सकता edi. है? कमेंट करो। Faqatgina toshlarni ko'chirishning o'zi 10 yillar talab qilardi. Ulardan tashqari toshlarni kesish, shakllantirish va mukammal joylashtirish ham kerak edi. Piramidaning aniqligi shunchalik balandki, o'lchamlari millimetrning 10dan 1gacha to'g'ri keladi. Xo'sh, unda nega 20 yil deyshadi? Chunki asl haqiqat tarixni o'zgartirishi mumkin edi va Misrshunoslik uchun sarflangan pullar haqida odamlar shubhalanardi. Endi esa haqiqat: Buyuk piramida blokma-blok qurilmagan, uni beton kabi quyishgan. Saqqara piramidasida tosh ichida qolib ketgan yog'och bo'lagi topilgan.